O'lim, balo so'zi haqiqat turlari bor. Balo har xil turda bo'ladi. So'z vibratsiyalari bor. So'z vibratsiya bilan odam olishadi va muloqotda bo'ladi. So'z vibratsiyalarida balo turlarini yo'qlaydi. Odamlar avliyoga ziyoratga borib yo'qlasa, niyatlari ushaladi. Ammo o'zi ko'rinmas balo so'zi bilan baloni har xilini yo'qlab cho'qirib olganini o'zi bilmaydi. So'z vibratsiyasi bilan. Shu balo turlari, o'lim balosi bor, suv balosi bor, o't balosi bor va hokazolar bor. Iloji boricha shu so'zni qo'shiqchilar, artistlar va odamlar shu so'zlarni kamroq qo'shiqlarga ishlatishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki balo turlari ko'rinmas mavjudot maxluqotga ega va hokazo balo turlariga ega. Bu ham bir vibratsiya kuchi ishga tushadi. Buni odamlar bilmaydi, buni ogohlantirish beryapman. Balo so'zidan o'zingizni ehtiyot qiling. Balo turlari haqida aytib berdim. Like va podpiska bo'lsin va bizga obuna bo'ling.